Assalomu alaykum. Hurmatli kanalimiz va gruppamiz a'zolari, hurmatli tinglovchilar. Xo'sh, bugungi suhbatimiz hamma kasalliklar asabdan degan iborani tahlil qilamiz. Demak, ko'pchilik o'ylarkanki, hamma kasalliklar asabdan degani bu jahl chiqishi bilan bog'liq, asabiylashish bilan bog'liq deb o'ylarkan. Lekin bu unday emas. Hamma kasalliklar asabdan degan so'z bu metafora shaklidagi ibora. Demak, keng ma'noda tushuntirilayotgan bo'lsa, stress reaksiyalari orqali tushuntiriladi. Demak, o'sha qo'rquv, xavotir, vahima, ichki zo'riqish tufayli stress sodir bo'ladi va stress o'sha miyani gipotalamus, gipofiz tizimini ishga tushirib yuboradi. Kortizol degan gormon va adrenalin degan gormonni ko'p ishlab chiqarilishi oqibatida asab tizimida muammolar paydo bo'ladi. Asab tizimidagi muammolar keyin o'sha immunitetni pasayishi va og'riq sindromlarini yuzaga kelishi, psixosomatik kasalliklarni paydo bo'lishi va avj olishi bilan tushuntiriladi, ta'riflanadi. Demak, stress sodir bo'ladi. Stress uzoq davomiy davom etgandan keyin destressga aylanadi, ya'ni kuchayib ketib, nazorat qilish izdan chiqib ketadi. Organizmni moslashuvchan adaptatsion tizimi izdan chiqadi va kortizol, adrenalin ko'payib ketadi. Shuni hisobidan keyin o'sha asabga aloqador kasalliklar, ya'ni psixosomatik kasalliklar yuzaga chiqadi. Shuning uchun albatta davolaganda asab tizimini tinchlantirishga jiddiy e'tibor qilinadi. O'sha stress mexanizmlari me'yorga tushirilgandan keyin, distressni snemat qilgandan keyin, ya'ni olib tashlangandan keyin tinchlantiruvchi vositalar, suhbatlar, fizioterapiya, igloterapiya va art terapiya natijasida bemorda tinchlanish, xotirjamlik sodir bo'ladi. Ya'ni o'sha adaptatsion mexanizmlar yana ishga tushib, izga tushib ishlay boshlaydi va bemor tez tuzaladi. Shuning uchun hamma kasalliklar asabdan degan so'z bu jahldorlikka to'g'ridan to'g'ri aloqador emas. To'g'ri, jahl ham kiradi buning ichiga. Jahl uzoq vaqt asabiylashib yurish, xavotirlar, vahimaga tushish, qo'rquv va o'sha asab tizimini charchashligi, izdan chiqishligi natijasida kelib chiqadigan kasalliklar deb tushunish kerak. E'tiborlaringiz uchun rahmat.